Vaqt qimmati. Jarimani o'tash jarayonida yosh jangchilarda ancha savollar yig'ilib qolibdi. Shuning uchun janob o'nbosh navbatdagi mashg'ulot oldidan qulog'im sizda. Shu bir nimalarni so'rab bilib olishni istaysiz, shundaymi? Deb so'rabdi. Unaqa paytda Nazatish jim turolmadi. Unga darrov jon kiribdi. Nima uchun jala suvlari biz yuradigan yo'llarni yuvib ketmaydi? Men jaladan keyin yo'llar boshqatdan solinsa kerak deb o'ylagan edim. Ishchi chumollardan so'rasam javob berishmadi. To'g'ri qilishibdi. Vaqt ishchi chumollar uchun oltinga teng, hatto oltindan ham qimmat. Shunga savollaringizga javob berishmagan. Javob beraman deyishsa kamida 20 qadam yo'ldan yutqazadi. Donlar inga kechikib olib kiriladi. Tartib buziladi. Tartibni buzgan ishchi chumollar esa jazolanadi. Jazosi qanaqa bo'ladi? So'rabdi Boltatish. O'sha chumoli bir umrga safdan chiqariladi. Ishsiz qolib ochidan o'ladi. Bor yo'g'i shu. Voy. Ustoz, yo'l masalasidagi savolimga javob bermadingiz, debdi Nazatish toqatsizlanib. Biz yurganda qornimizdan shunday suyuqlik ajralib chiqadiki, uning hidi tuproqqa o'tirib singib qoladi va taqir sarg'ish yo'l hosil qiladi. Uni nafaqat yomg'ir suvlari, qor suvlari ham yuva olmaydi. Shuning uchun biz solgan yo'llar o'zgarmay turaveradi. Bundan tashqari tuproqqa singib ketgan hidimiz bizni shu joy bilan bog'lab turadi. Mabodo adashib qolsak, yo'ling bu yoqda edi degandek darrov yurgan yo'limizni topib olishimizga yordam beradi. Ustoz, yo'lda uchragan chumoli bilan albatta so'rashib o'tish shartmi? Yana savol berdi Nazatish. Shart, chunki bu shunchaki so'rashish emas. Unda muhim xabarlar bor. Chumolilar bilan so'rashganingizda qayerda qancha ozuqa borligini unga yetib borguningizcha tugab qoladimi, yo'qmi aniqlaysiz. Bundan tashqari so'rashish bahonasida chumolining salomatligini, qorni och to'qligini ham bilib olasiz. Birodaringiz och bo'lsa shu zahoti jig'ildondan taom chiqarib to'ydirasiz. Bitta narsani esdan chiqarmanglar. Chumolilarning oshqozoni bitta. Ovqat oshqozondan oshqozonga o'taveradi. Bizda taom qizg'anishi yo'q. Oshqozonimiz umumiy bitta deganimning sababi ham shu. Nihoyat biz bir tan bir jonmiz. So'rashib o'tsak, qarindoshlik rishtalari mustahkamlanadi. Ikkitadan tirkama bo'lib yurgan ishchi chumollarni ko'rdik. Bunda oldingi chumoli orqadagisini shatakka olib tortib yuradimi? So'rabdi yana bir chumoli. Yo'q, aytdim-ku, biz uchun vaqt oltinga teng. Oldindagi chumoli so'rashib kerakli ma'lumotni beradi-yu, orqadagisi so'rashib o'tirmay vaqtdan yutadi. Xo'sh, boshqa savollar qolmadimi? Unda bugungi mashg'ulotimizni boshlaymiz. Rizq izlab. Jangchi chumollar endi yakka mustaqil harakat qilishlari, qayerda qancha don zaxiralari borligini aniqlab kelishlari kerak edi. Sizlar juda muhim topshiriq bilan yo'l boshida turibsiz, debdi janob o'nboshi. Yo'llar bir xil emas. Biri borsa kelar, boshqasi borsa xatar, uchinchisi borsa kelmas. Borsa xatarni, borsa kelmasni ham borsa kelar qilish o'z qo'lingizda. U sizdagi bilimga, hushyorlikka, topqirlikka va ziyraklikka bog'liq. Bunda sizga poklik, hid bilish, dam bilish qobiliyatlari yordam beradi. Mabodo yo'lda kattaroq xirmonga uchrab qolsangiz, juda quvonib ketmang. Shoshib qolmang. Balki uning egasi bordir. Hech qachon boshqa notanish chumolilar bilan rizq talashmang. Endi yoningizda bo'lmayman. Kallangizni bir emas, ikki emas, naq 250 ming hujayra bor. Ular yordamchingiz bo'ladi. Olgan bilimlaringizni ishga solishga yo'l ko'rsatadi. Halol rizq topish oson emas. Bu dunyoda biz chumolilar uchun ikki narsa kerak. Boshpana va ombor to'la don. Dunyoda qancha jonivor bo'lsa, hammasi ozuqa bilan tirik. Aytmoqchimanki, sizlar shunchaki safarga yoki mashg'ulotga chiqmayapsizlar. Men orqaga qaytish xabarini jo'natmagunimcha o'z ishingizga sodiq bo'ling. Ovqat konini
Topgandan keyin uni yo'qotib qo'ymaslik uchun belgilar qo'ying. Uning undan albatta namunalar olib keling. Biz doim aloqada bo'lamiz. Aloqada bo'lsak, sizdan maslahat olib tursak bo'lar ekanda. Yo'q, bo'lmaydi. Bo'ladi desam menga ishonib qolasiz. Agar istasam sizlar bilan o'zim bog'lanaman. Aytdim-ku, kallangizda menga o'xshagan 250 ming janob o'nboshilar bor. Kallangizni ishlatib, savollaringizga to'g'ri javob oling. Shunda borsa kelmas yo'lingizni borsa kellarga aylanadi. Sizlarga oq yo'l tilayman. Olinglar, oldirmanglar. Ayoqchi chumolining o'limi. Oradan bir kecha va bir kunduz o'tib janob o'nboshidan orqaga qaytish haqida xabar kelibdi. Jangchilar yaxshi xabarlar bilan janob o'nboshini xursand qilishga shoshilibdilar. Belgilangan joyda bolta tishdan bo'lak hamma yig'ilibdi. Nima bo'ldi ekan? Adashib qoldimikan yoki qaroqchi chumolilar tuzog'iga tushdimi? U yosh jangchilarning sardori va maslahatchisi edi. Janob o'nboshi bolta tishni kutib vaqt o'tkazishni xohlamabdi. Chamasi gap boshlabdi. Xo'sh, bolta tish kelguncha boshqalarni eshitib turamiz. Qani, chaqmoq tish, gapir. Qayerlarda bo'lding? Qanday xushxabarlar bilan kelding? Ochig'ini aytsam, men og'zimga yoqadigan durustroq yegulik topa olmadim. Axir men yoqmagandan keyin boshqalarga ham menga yoqmagandan keyin boshqalarga ham yoqmaydi-da. To'g'rimi ustoz? To'g'ri. Lekin yo'limdan bir chumoli chiqib qolib, ko'p vaqtimni oldi. U qanaqa chumoli edi? Nimaga qimmatli vaqtingni oladi? U bizdan emas, begona janob o'nboshi. Begonaligini qayerdan bilding? Hididan. Hidi biznikilarga sira o'xshamadi. Adashib qoldim, qo'yib yubor deb ko'p yalindim. Ishonmadim, qarshilik qildi. Men qo'lini bog'lab shu yerga olib keldim. Barakalla. Unga ishonmay to'g'ri qilibsan. Bir dunyo xazina topgandan ham zo'r ish qilibsan. Bu qaroqchi chumolilarning ayoqchisi. Odatda chumolilar yo'lda hech adashishmaydi. Adashtiraman deb dunyoning narigi chekkasiga olib borib qo'ysalar ham yashagan joyini topib kela olishadi. Qaroqchi chumolilarning josuslari senga o'xshagan yosh chumolilarni aldamoqchi bo'lishadi. Uddasidan chiqishsa hamma ma'lumotni bilib olishadi. Inimizga kirib olib talon-taroj qilishlari ham mumkin. Aslida ular qanchalik urinishmasin chegaralarimizdan o'ta olishmaydi. Bunga chegarachilar yo'l qo'yishmaydi. Faqat qushlar, kapalaklar, ninachilar oyog'iga osilib biz tarafga o'tib olishlari mumkin. Bundan keyin josuslarni ko'rsangiz o'sha yerning o'zida kallasini uzing, deb janob o'nboshi josus chumolilarning boshini tanasidan judo qilibdi. O'quvchilar voh deb yuborishdi. Shu payt bir ishchi chumoli paydo bo'libdi-da, boshi uzilgan oyoqchini qayergadir sudrab ketibdi. Sizlar jangchisiz, debdi janob o'nboshi qat'iy. Shuni bilingki, mabodo dushman josuslaridan birontasi hududimizga kirib, keyin qutulib chiqsa, albatta mingtasini ergashtirib keladi. Ha, yana bir muhim gap. Boshi uzilgan ayoqchilar jasadi bizning hududda qoldirilmaydi. O'z hududiga chiqarib tashlanadi. Toki dushmanlarimiz uning o'ligini ko'rishsin. Shunda dushman bizdan qo'rqadi. Hujum qilishga botinmaydi. Tushundinglarmi, mening yengilmas jangchilarim? Tushundik, janob o'nboshi. Dushman ayoqchilariga shafqat qilish yo'q. 1-2. Xo'sh, Qilichtish, sen qanday yangiliklar bilan kelding? So'rabdi janob o'nboshi. Mana, deb Qilichtish tumshug'idagi donni o'rtaga qo'yibdi. Oho, bug'doy-ku bu. Yana bormi? Bor, tashib tugatolmaydigan darajada ko'p. Janob o'nboshi, demak, bug'doyga o'roq tushibdi-da. Ishchi chumollarni o'sha joyga boshlab bora olasanmi? Ha, boshlab bora olaman. Adashmasdan. Ha, adashmasdan. Adashmaslik uchun nima qilding? Oldin to'ygunimcha yedim. Keyin qornimni har yerga ishqab yo'lga qoldirdim.
topib borsa bo'ladi. Barakalla. Lekin don tashishdan oldin bilishingiz kerak bo'lgan bitta muhim qoida bor. U 1 ga 2 deyiladi. Ha, yaxshilab eslab qolinglar. 1 ga 2. U nima degani janob o'nboshi? Bitta donni yenga tashishdan oldin albatta ikkita donni yerga ekish kerak bo'ladi. Bittasini uyiga tashib kelingan don uchun, ikkinchisi ertangi kunlar uchun. Ikkovi ham kelgusi yil bahorda unib chiqadi, hosil beradi. Ishchi chumollar bu tartibga qat'iy amal qiladilar. Shunday bo'lsa ham sizlar nazoratni bo'shashtirmanglar. Bu qadimdan qolgan odat. Yer yuzidagi giyoh va o'simliklarni 100% deb olsak, shundan 1%ni biz chumolilar ekib ko'paytiramiz. Qolgan 99% odamlar va boshqa jonivorlar zimmasiga tushadi. Yana shuni ham bilib olingki, bitta chumoli oilasi bir kunda 2000 ta zararli hasharotning tuxumini yeb quritadi. Bu ham azaliy va abadiy ishlar rejasiga kiradi. Nayzatishning topilmasi. Xo'sh, Nayzatish, sen bizni nimalar bilan xursand qilmoqchisan? Men Qilishtishga o'xshab doni ko'p joyini topa olmadim, lekin mana buni deb yashil baxmalga o'xshagan narsani o'rtaga qo'yibdi. Yeb ko'rsam mazali ekan, boshqalarga ham yoqadi deb olib kelaverdim. Men ko'rgan joyda u juda ham ko'p ekan. Hali beri tugamaydigan. Ha, tagi mo'l. Axir bu zamburug'-ku, juda qimmat topilma. Qish kunlari o'tlatiladigan sigir va qo'ylarning yaylovlari esingizdami? Esimizda. Bu zamburug'lar yoz davomida o'sha yerosti yaylovlariga ekiladi. Qish kirgunicha ular yaylovlarni egallab, gurkirab o'sadi. Undan nafaqat chorvalarimiz, o'zimiz ham yeb maza qilamiz. Sen topilmangni yo'qotib qo'ymaslik uchun qanday yo'l tutding? Do'stingga o'xshab qorningni yerga ishqab keldingmi? Yo'q, men unday qilmadim. Zamburug'dan har yeriga bir chimdimni tashlab keldim. Ketidan bemalol adashmay topib borsa bo'ladi. Barakalla. Yovvoyi arpa. Xo'sh, bolg'atish, qulog'imiz senda. Gapir, nimalar olib kelding? Men kattagina don maydonini topib oldim. Qiltanog'i bug'doyga o'xshaydi-ku, ammo u emas. Mazasiga kelsak yoqimli. Undan namuna olib kelaverdim deb topilmasini o'rtaga qo'yibdi. Ana xolos, bu yovvoyi arpa-ku, bundan chiqdi. U ham pishibdi-da. Bu don po'stining qalinligini ko'ryapsizlarmi? To'ni bizga juda qo'l keladi-da. Chunki uning to'ni bizdan o'zidan namlik o'tkazmaydi. Donning ko'klab ketishiga yo'l qo'ymaydi. Uni maydalab o'tirish ham shart emas. Qassoblarimiz ortiqcha tashvishdan qutulishadi. Bo'rdoqiga boqiladigan qo'ylar. Ketmontish, sen qanday yangiliklar bilan kelding? Men yer chopib yegulik qidirmadim. Biror nima topdingmi? Topgan narsam don emas, qandaydir mitti jonivor. Yeb ko'rsam juda mazali, qarshilik ham ko'rsatishmadi. Juda yuvosh ekan. Topgan joyimda ular g'uj juda ko'p. Qoyil, bu topilmaning nimaligini bilasanmi? Deb shogirdlariga yuzlanibdi janob o'nboshi. Yo'q, ustoz, birinchi marta ko'rib turibmiz. Tuproqni zararlab, yerni kasal qiladigan yagona zararkunanda shu bo'ladi. Biz ularni inga olib kirib, yashil yaylovlarimizda boqib semirtiramiz. Qish kunlari so'yib go'shtini yeymiz. Ular bizning qo'ylarimiz. Biz ularni inga tashib ham o'zimizni boqamiz, ham yerni bu zararkunandalardan tozalaymiz. Atrofimizda ortiqcha keraksiz narsaning o'zi yo'q. Alloh taolo ana shunaqa yo'llar bilan hamma narsani bir-biriga bog'lab qo'ygan.